FIFA tashkiloti o'z rasmiy saytida Asalbek Aliyev va boshqa umidli futbolchilar haqida maqola e'lon qildi. FIFAning rasmiy saytida 17 yoshlilar o'rtasidagi Osiyo chempionatida borlagan 6 ta futbolchi nomli maqola chop etildi. Ahamiyatlisi unda O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Asalbek Aliyev ham alohida qayd etib o'tilgan. Bu yosh iste'dod O'zbekistonning chempionlikka erishishida asosiy harakatlantiruvchi kuch bo'ldi va hujum chizig'ini ishonch bilan boshqardi. Aliyev 5 ta gol urib, guruh bosqichidan chorak finalgacha bo'lgan uchrashuvlarda ajoyib sermahsullik ko'rsatib, turnirning eng yaxshilaridan biri bo'ldi. Endigina 15 yoshda bo'lishiga qaramay, u allaqachon hujumchiga xos ajoyib instinkt va yoshi uchun g'ayrioddiy yetuklikni namoyon qildi. Turnirning eng yaxshi to'purari unvonini qo'lga kiritgani hech kimni ajablantirmaydi. Boisi, ko'pchilik uni Markaziy Osiyoning eng istiqbolli yulduzlaridan biri sifatida ko'rmoqda deb yozilmoqda FIFAning rasmiy saytida. Eslatib o'tamiz, Asalbek Aliyev 5 ta gol bilan Osiyo chempionati to'purari bo'ldi. Asalbek Aliyev ayni paytda Odil Junior jamoasiga tegishli bo'lib, Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida tug'ilgan.